Ingliz tilidan nimaga dars o'tgim kelmay qolgan aytaymi? Ota-ona bolalarini olib kelardida aytardi, "O, bolam 2-sinfdan, 1-sinfdan beri ingliz tiliga boradi, ingliz tilini juda ham yaxshi biladi" derdi. Ota-onani oldida bolani savol javob qilsam, bolani darajasi elementary darajada chiqar, ya'ni boshlang'ichdan sal teparoq. Nimaga? Sababi 1 yosh, umuman 1-sinf, 2-sinfdan beri bolani berishganligi bilan bola orada tanaffus qilgan. 3 oy, 4 oylab darslarga bormay qo'ygan. Ko'pchilik shuni tushunmaydi. Til o'rganayotganda 1 oy tanaffus qilish 2 oylik programmani esdan chiqarib yuboradi, orqaga suradi. Keyin nima qilardi ota-ona? Bolasini oldida savol javob qildim. Xo'p, bola talabga javob bermaydi, ya'ni ota-ona kutganchalik. Keyin ota-ona farzandini urishgan bo'lardi-da. Iltimos, bolamni yaxshilab o'qitib bering deb tashlab ketardi. Shu bilan 1 oydan keyin telefon keladi. Alo, ha. Bolam IELTSga tayyormi? Yo'q, hali tayyor emas. Axir bolam 1-sinfdan beri kursga boradi-ku. Ha, bolangiz 1-sinfdan beri kursga borgan bo'lsa, men kelmagan, menda endi 1 oydan beri o'qiyapti. Yo'q, axir men shuncha pulni qayerga sarfladim? Xuddi o'sha pulni menga sarflab kelgan, shuncha yil meni aldab kelganda 1 oydan keyin natija so'rashni boshlashadi. Shu narsa shunaqa asabim o'ynardiki, lekin tushuntirib bera olmasdim. Ota-onalar, agar farzandlarini kursga bersanglar, natija qilmoqchi bo'lsanglar, ingliz tilini boshladimi, bola to'xtamasin. Hattoki ingliz tilini olib 9 olsa ham, lekin tashab qo'ysa ingliz tilini, umuman til sohasini tashab qo'ysa bo'ldi, orqaga ketadi. Agar qaytarib, gapirib yurmasa, orqaga ketadi til.